Assalomu alaykum akalar, ukalar, yaxshimisizlar, zo'misizlar, ishlaring yaxshimi? Salomatchiliklar zo'rmi? Qachondan beri video tashlamadik. Mana endi xudo xolisa bugun bir video qilib chiqaraylik, hol ahvol so'raylik, podpishchilikdan degan maqsadda. Tinchmisizlar, zo'rmisizlar? Bitta narsani aytib o'tib ketmoqchi edim. 12 oktyabr kuni fura chiqib ketadi yo'lga. Mana kimda qanaqa yuki bo'lsa, nimasi bo'lsa olib borib bemalol jo'natib yuborishlaring mumkin. Faqat men Moskva Isfsor kanalidan telefon qilaman desalaring, обязательно arzon qilib oladilar yuklaringni. Misol 70 so'm bo'lsa 50 so'm, 50 so'm bo'lsa 30 so'm, 40 so'm bo'lsa skidkalari bor-da. Sen faqat aytinglar kanaldan 12 oktyabr kuni mashina chiqib ketadi, shoshilinglar, mashinalar to'lib qolgan.